Panigale replika. Turist Coupe injektor motor, ABS sistemasiga ega, tashqi ko'rinishlari juda ham chiroyli, rangini qaranglar, rangiga alohida e'tibor berilgan, juda ham qimmat kraskalar ishlatilgan. Motor katta motor, ya'ni injektorli, bemalol bu joyda yog' moylarni ko'rib tursa bo'ladi. Akrapovich, ya'ni normalniy akrapovich qo'yib qo'yilgan. Balonlar razmerlari ham juda ham katta. Eng qiziqarli joyi orqa farlarni ko'rasizlarmi? Ya'ni orqa stopniklari juda ham chiroyli vid bilan ishlatilgan. Nomer taqish uchun alohida joy qo'yib qo'yilgan. 6 talik korobka, qo'shimchasiga bu joyda LED lampalar qo'yib ketilgan. Ya'ni kechqurun sizga juda ham chiroyli vid beradi. Endi buni tablosi alohida tema, ya'ni BMWnikiga o'xshash tablo qo'yilgan. Skorlari, almashlar juda ham yumshoq bo'ladi bularda. Bemalol qiynalmasdan almashtirib olsangiz ham bo'ladi. Bitta pulti bor, ya'ni pultida o'tatsangiz ham bo'ladi, masofali. Pultiga ham alohida mehr berib ketilgan. Jitkichli tormoz, bakovoylari original Dugatinikiga o'xshatib qo'yilgan. Gabariti juda ham katta. 1.65 dan 1.80 gacha bo'lgan akalarimiz bemalol o'tirib haydashlari mumkin bo'ladi. Bu mototsiklimizni narxini, batafsil ma'lumotlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol ko'rib xarid bo'ladi. Bizda doim eng arzon va optim narxlar bo'ladi. Pastga raqam qo'yib qo'yaman, qo'ng'iroq qilib faqatgina naqdga xarid qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishni tashkillab beramiz. Istagan nuqtalaringga chiroyli qilib, ehtiyot qilib qirmasdan, ehtiyot qilib yetkazib beramiz, xudo xolasa.